Korrupsiyani qabul qilish indeksi Transparency International tashkilotining indeksi bor. Bunda indeksda qaraydigan bo'lsak, oxirgi 7-8 yilda O'zbekiston 38 pog'onaga ko'tarilgan. Bu yaxshi natija. Bu kam o'sha ekspertlar ham ta'kidlagan, qisqa muddat ichida bunchalik tez yaxshi natijaga erishgan kam sonli davlatlar qatoriga kiritgan O'zbekiston. Lekin siz qoniqasizmi to'g'ri deganga men qoniqmayman. Noto'g'ri. Ularni men Transparency International tashkilotining rahbariyatiga, vakillariga ham ko'p marotaba aytganman. Ko'rsatib beringlar. Metodologiyani qaysi asosda bu bizniki past, qaysi asosda bu davlatdan bizniki yomon yoki bu davlat bilan solishtirganda bizniki ko'p savol beraman, lekin afsuski qaysi mezon asosida ular baholashini biz bilmaymiz. Har safar biz buni muhokama qilamiz, aytamiz, lekin afsuski yo'q. Lekin shuncha aytmoqchimanki, bizni o'sha tahlillarimiz asosida aytishim mumkinki, o'sha bizdan yuqorida turgan davlatlardan ko'ra ko'proq aksil korrupsiya islohotlari O'zbekistonda o'tkazildi. Buni jamoatchilik ham bizda o'sha barometr bor, so'rovlarimiz bor shu. O'zi asli nargisida ham o'sish bo'lgan, baholangan, bizniki keyin biz gaplashganimizda o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti boshqalar bilan ular ko'proq eski ma'lumotlarga tayanishadi deyishdi-da. Mana 3 yil, 4 yil oldingiga. Lekin asosiy islohotlar ko'rsangiz 2 yil mana manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun, jamoatchilikni jalb qilish oxirgi 2 yilda bo'lyapti.